Rus bir bola millatchilik mafkurasi ta'sirida boshqa bir bolani, tojik bolani o'ldirdi. Nega bu sodir bo'ldi? Chunki u nafrat urug'larini qabul qildi. Bilasanmi? Nafrat avvalo insonning ichidagi barcha yaxshilikni o'ldiradi va oxir-oqibat insonning o'zini ham halok qiladi. Bu qanday sodir bo'ladi? Avvalo nafrat urug'lari yurakka tushadi. Ular begona o'tlar kabi o'sadi va ichidagi eng yaxshi fazilatlarni bo'g'adi. Mehr shafqatni, muhabbatni, rahm shafqatni. Keyin nafrat aqlni zaharlaydi. Fikr buziladi. Odam yomon o'ylay boshlaydi. Yomon his qila boshlaydi. Yomon ishlarni rejalay boshlaydi. Aql orqali nafrat butun tanaga tarqaladi. Jahldorlik, g'azab, loqaydlik, o'zini nazorat qila olmaslik. Odam xuddi zombiga o'xshab qoladi. Shu paytda u yovuzlik tuzog'iga tushib qolgan bo'ladi. Giyohvandga o'xshab u ichidagi barcha zaharni kimnidir ustiga to'kmasdan tinchimaydi. Kim bo'lishi muhim emas, nafrat dushman bo'lib belgilangan biror nishon bo'lsa bas. Shuning uchun muqaddas kitob shunday deydi: hamma narsadan ko'ra ko'proq yuragingni asra, chunki hayot manbalari undan chiqadi. Hikmatlar 4:23. Endi boshqa bir ehtimolni tasavvur qil. Agar o'sha bola yuragini nafratdan asraganida, agar u o'sha bola bilan muloqot qilib do'stlashganida, unda ikki do'st ulg'aygan bo'lardi va boshqalar uchun baraka bo'lgan bo'lishardi. Bu haqda sen nima deb o'ylaysan? Izohlarda yozing, obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.